solih kishilardan birining qizi vafot etdi. Haligi solih kishi uxladi, tushida vafot etgan qizini ko'rdi. Qizidan so'radi otasi tushida. Qizim, Alloh sizga qanday muomala qildi? Qizi javob berdi. Otajon, sizlar amal qilasizlar-u, bilmaysizlar. Biz esa bilamiz-u, ammo amal qila olmaymiz. Subhanallohi va bihamdihi ni eng yaxshi amal ekanligini bildim. Albatta u narsa, ana shu tasbih, bitta tasbih dunyo va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Subhanallohi va bihamdihi. Subhanallohil azim. Kalimatan dedi Rasululloh, ikki og'iz so'z. Xafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilir rahman. Tilga oson, tarozida og'ir, Rahmonga eng yoqimli so'z. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Qiyinmi? Vala zikrullohi akbar dedi Alloh taolo. Allohni zikr qilishlik eng